Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Nafl ibodatlar Allohga yaqinlashish va iymonni ziyoda qilish vositalarining biri. Chunki musulmon har turli farz amallarni joyida va to'liq ado qilgandan keyin nafl amallarni qilish orqali iymonning haqiqiy ekanligini isbotlay oladi. O'sha vaqtda nafsining xohishlariga ergashmaydi, havo havasining keyniga kirmaydi, Alloh va payg'ambarni rozi qiladigan so'z va ish harakatlar bilan mashg'ul bo'ladi. Har ishda Allohning roziligini izlaydi. Payg'ambar alayhisalom hadis qudusida nafl amallarning fazilati haqida Alloh taolaning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Bendam menga men farz qilgan ibodatlarda eng yaqin bo'ladi. Bendam menga davomliq nafl ibodatlar bilan yaqinlashudida men u bandamni yaxshi ko'rib qolaman. Men uni yaxshi ko'rsam, uni anglaydigan quloqi, ko'radigan ko'zi, tutadigan qo'li va mangadigan puti bo'laman. O'sha vaqtda uning so'rg'inini beraman, qo'rqqandan qo'g'dayman. Men mu'minning nafsiga yomonlik yetib qolishidan intayin ansirayman. U o'limni yomon ko'rdi. Men uning yomonlikka tushib qolishini yomon ko'raman. Demak, Allohga nafl ibodatlar bilan yaqinlashgan bandani Alloh yaxshi ko'rdi. Allah yaxshi ko'rgan banda har vaqt Allohning himoyasi bilan qiyinchilik va xatarlardan saqlanib qoladi. Shundaqla nafl ibodatlarga ahamiyat berib ko'ngan bu musulmon Allohning xatarsizligi, chegarasi bo'lgan farz ibodatlarga sal qarashdan yiroq tura oladi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Shubhisizki halol uchuq, harom mu aniq. Ularning orasida ko'p kishilar bilolmaydigan shubhilik narsalar bor. Kimki shubhilik narsalardan yiroq turgan bo'lsa, diniy va obro'yini qo'g'diy oladi. Kimki shubhilik narsalarga tushib qolgan bo'lsa, haromga tushgan bo'ladi." Bu xuddi chegara atrofida qo'y boqadigan bir padichiga o'xshaydi. Padilar har vaqt chegaradan o'tib o'tlab qolishi mumkin. Diqqat qilinglar, har qanday podshohning chegaralari bo'ladi. Allohning chegaralari harom qilingan ishlardir. Amaliyotda nafl ibodatlar Allohning bandalari qilgan rahmati va in'omidir. Chunki nafl ibodatlar orqali farz ibodatlarning nuqsoni va kamchiliklari to'liqlanadi. Kechikib o'qilgan namozning nuqsonlari, tahajjud bilan, zakotning nuqsonlari nafl sadiqa bilan, ro'zining nuqsonlari nafl ro'zi bilan to'liqlanish orqali biz eng muhtoj bo'lgan vaqtda Allohning oldidagi majburiyatlarimizni to'liq ado qila olamiz. Ulug' Alloh hammamizning qalbiga nafl amallarning muhabbatini ato qilsin. Kelgendir nusrat, musulmonlar aziz bo'lgan ash oxiri, hammasi rahmat, rahmonimiz rozi bo'lgan